Davom etamiz. Sergeli tumanidagi markaziy xiyobonda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va tuman aholisini ommaviy sportga jalb etish maqsadida sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostida piyoda yurish marafoni o'tkazildi. Bilamiz, serharakatlilik organizmni tabiiy ravishda rag'batlantirib turadi. Shuning uchun ham serg'ayrat, doim tinib tinchimaydigan odamlar baquvvat, bardam, keksayganlarda ham kuchli bo'lishadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir necha 10 yil ichida semizlik, ortiqcha vazn global muammoga aylanyapti. Bu yurishni organizmga foydasi juda ham ko'p. Qancha ko'p odam yursa, qon yurishadi, qon suyuladi. Suyuqlik ichish bilan baravarida odamda jismoniy harakat bo'lishi kerak, ya'ni ko'proq biz yurishimiz kerak. Har bitta yurganimizda organizmimizdagi qon tomirlarimiz ishga tushib, yurakning faoliyatini, nafas olish faoliyatini va boshqa to'qimalarga qonni yetib borishini yaxshilab beradi. Sport sog'lomlashtirish tadbirida tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari ham ishtirok etib, marafon ishtirokchilariga sog'lom ovqatlanish, kam harakatlilik sabab kelib chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklar, muntazam jismoniy mashqlar va stressni boshqarish bo'yicha muhim tavsiyalar berishdi. Tadbirda ham mana shu Sergeli tumanidagi aholi, mana shu yerda ishlaydigan tashkilotlardagi xodimlar barchasi mana shu bugun chiqishdi. Birinchi badan tarbiya qildik, undan keyin ozgina shu 5000 qadam yurdik. Bu birinchidan ommaviylikni oshirish, ya'ni sportga jalb qilishni eng birinchi qadamlaridan biri. Chunki umuman qatnashmagan, ya'ni sport bilan shug'ullanmagan odam uchun bu birinchi jismoniy tayyorgarlik. Sergeli tumanida har bitta mahallani aholisi, mana shu yerda ishlayotgan har bitta xodim keldimi? Ya'ni bu bitta shu sog'lik, yana bitta qadam. Ko'ryapmizki, bu nima deydi, bu tadbirda ayollarimiz ko'proq. Ayollarga birinchi navbatda sog'lik kerak. Chunki sog'lom ayol bu sog'lom farzand degani. Mutaxassislar har kuni kamida 5000 qadam yurishni tavsiya etishadi. Shunday ekan, faqatgina bu kabi aksiyalarda ishtirok etish bilan cheklanib qolmay, har kuni jismoniy faollikka xizmat qiluvchi tana mashqlarini bajarishga odatlanmoq sog'lom turmush tarzi yo'lidagi muhim qadamdir.